Qirg'izistonning Bishkek shahrida yashayotgan 90 yoshdan alqagan Halimxon ona yurti qog'liqda qolgan 5 bolasi va navr-chavrlar bo'lib 35 nafar yurak barlardan 3 yildan ortiq xabarsiz qolgan bo'lib, u umrining oxirida bolalar bilan yashashdek oddiygina tilakka yetolmay da'vo qilmoqda ekan. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Halimxon ona 1992-yili o'g'li Matrosul bilan Qirg'izistonga kelib tijorat qilgan va Qirg'iziston grajdonligini olgandan keyin bolalarini elib ketish uchun 2000-yili yurti qog'iliqqa qaytgan. Ammo Xitoy hukumatı uning bolalarining pasportini hal qilmoq tugul, onasi ikkaylarining pasportlarini tortib olgan. Doiralar ularning pasportlarini qaytarib bermagachga, ta 2016-yilgacha qog'iliq tutirib qolgan. Ular ikkisining pasporti bo'lganligi uchun 2016-yili 3-oyda Qirg'izistonga boshqa bolalarining grajdonlik ishlarini bajarish uchun kelgan peticha Qashqar qog'iliqda qolgan bolalari, kelin, kuyovg'il, yiqinlari va navr-chavrlar bo'lib 35 kishidan xabar ololmay kelmoqda ekan. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi Uyg'urlar Urumchi qirg'inchiligining 11 yilligi munosabati bilan Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi a'zolari Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida 2019-yili 5-iyul yuz bergan qonliq voqeaning 11 yilligi munosabati bilan shiddatli yomg'irga qaramasdan Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Mazkur uyushmaning boshlig'i Odam G'olib bayonot e'lon qilib, Xitoyning Guangdong o'lkasi Shaoshan shahridagi bir o'yinchiq zavodida yuz bergan voqeada Uyg'urlarning o'ldirilganligini, buning jinoyatini surishtirishni talab qilib tinch namoyish qilgan Uyg'urlarning Xitoy armiya va soqchilari tomonidan qonliq bostirilganligini aytdi. Yana bir tarafdan Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik tashkiloti Urumchi qirg'inchiligining 11 yilligi munosabati bilan Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Shuning bilan birga İstanbul Saraçxona bog'cha maydonida ochilgan 5-iyul qirg'inchiligiga doir rasm ko'rgazmasi davomlashmoqda. Fransiya Kengash palata a'zosi Ester Benbassa dunyo jamoatchiligining Xitoy Kommunist partiyasining Uyg'urlar qilayotgan zulmiga kuchli inkas qaytarish kerakligini aytdi. O Fransiya axborot agentligining ziyoratini qabul qilganda Xitoy hukumatı Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib etishga va bola tushirishga majburlamoqda. Yana kelib bu yangi bir ish emas dedi. O Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilayotganligini tilga oldi hamda bu vaqtda Fransiya hukumatiga chaqiriq qilganligini va javob kutayotganligini bildirib, biz bu vaqtda aktiv qadam besilishni va har qaysi davlatlarning o'rtaq nuqtada birlashib irqiy qirg'inchilikqa qarshi chiqishni umid qilamiz dedi. Dünya miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 11.400.000dan oshgan bir paytda Angliyaning yakshanbalik vaqt gazeti Xitoyning Wuhan virusini 7 yil burun bayqaganligini va buni yoshirib kelganligini ilgari surdi. Aytishlariga qaraganda 2013-yili Xitoyning janubidagi bir o'lkada ishlatilmagan qonga tushgan 6 tadqiqotchi kasal bo'lib qolgan va 2 nafar qazo qilgan. Gazetda olimlarning uzundan buyon ishlatilmagan qonda tojisimon virusi bayqalganligi va bu bayqashning Wuhandagi tajribaxonaga avatilganligi yozilgan. Gazet Xitoy amaldorlarining bu masala to'g'risida bayonot e'lon qilmaganligini ta'kidlab mundaq dedi. Tekshirishdan ayon bo'lishicha, tojisimon virus 7 yil ilgari shaparang va chashqan qonda bayqalgan. Tadqiqotchilar buni bayqagandan keyin uzoqcha sukut qilgan. Egilinishcha Hindiston havo armiyasining Xitoy bilan talash tortish yuz bergan Ladakhdagi havo armiya bazasi faoliyatlari ko'paygan. Endi televiziya kanalidagi xabarlarga qaraganda, Hindistonning Ladakhdagi havo armiya bazasida urush va to'shish aeroplanlari, shundaqla tikuchar aeroplanlarning uchishi kuchaygan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir amaldor muxbirga mundaq degan: Hindiston havo armiyasi barliq qiyinchilik va harakatlarga taqobil turishga tayyor. Hindiston o'tgan oyda Xitoy bilan jiddiychilik kuchaygan Sharq Ladakqa quruqliqdan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bombadan mudofialanish sistemasi va tanklarni o'rinlashtirgan. Hindiston yana Hindistonning egilik huquqi, butunligi, mudofiasi
bexatarligi va ommaviy tarafiga qarshi yomon g'arazlik faoliyatlar bilan shug'ullangan degan sabab bilan TikTok, WeChat, OC saylag'uch qatorliq 59 xil Xitoy yanpon yumshoq detalni ishlatishni cheklagan.